Kuz mavsumida eng ko'p qiladigan salatlarimdan biri koreyskiy karomli salat. Juda ham yaxshi ko'raman bu salatni. Uy sharoitida yana ham mazali qilib tayyorlaymiz. Qarsildoq karamlarni katta bo'laklarga bo'lib olamiz. Ushbu retseptda yarimta karamdan foydalandim. 3 dona qizil sabzini qirg'ichdan chiqarib olamiz. 4-5 dona bodringlarni ham videoda ko'rsatilgandek kattaroq qilib, uzunchoq qilib to'g'rab olamiz. Endi karom, qizil sabzi va bodringlarni solib, ustidan tuz va shakar solib, yaxshilab qo'limizda sekin astalikda ezib aralashtirib olamiz va 1 soatga xolodilnikda qoldiramiz. 1 soat vaqtimizni bekor o'tkazmasdan har xil noma'lum dog'lar bilan qo'ynimizni xira qiladigan qo'l sochiqlarimizni super kislorodni tozalovchi bavi bilan ortiqcha kuch ishlatmasdan oppoqqina qilib olamiz. Bavini idishga solib, ustidan qaynoqqina suvni qo'ysak tamom. 15 daqiqada suv hali sovimasdan turib, dog'-dug' bo'lib yotgan sochuvlarim top-toza bo'lishdi. Ayollarning eng yaqin yordamchisiga aylangan Bavi очистителini market, korzinka va ko'plab do'konlardan topishingiz mumkin. Endi karomli salatimizni ortiqcha suvlaridan xalos etib, koriander, murch, paprika solib, maydalangan sarimsoq, piyoz, qizib turgan o'simlik yog'i va soya solib, maydalangan kashnich qo'shamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Qarabsizki, mazali qarsildoq salatimiz tayyor bo'ldi. Oling, siz ham yeb ko'ring.